O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Munozara maydoni press klubining sessiyasida faol hayot tarzi uchun nuroniylarga qulay sharoit yaratish masalalari atroflicha tahlil qilindi. Mamlakatimizda hozir nuroniy jamg'armasi tizimida 200 taga yaqin nuroniylar maskani bor. Nuroniylarimizni salomatliklarini tiklash, umrlarini uzoq qilish masalalari bilan bir qatorda maktablarda, oliy ta'lim, o'rta maxsus tashkilotlarda 3 avlod uchrashuvlari o'tkazib kelinyapti. Bugungi kunda 18 ming nafarga yaqin o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan, yolg'iz yashaydigan nuroniylarimiz, otaxon, onaxonlarimiz bor. Ularga e'tibor, ularga g'amxo'rlik, ularga har kuni bir xabar olish bilan bir qatorda endi ularni jamiyatdagi o'rnini ham bugungi kunda biz endi pensiyaga chiqdingiz, o'tirasiz degan ma'noda emas, ularda faolliklarni oshirishga qaratilgan ishlar olib borilyapti. Sessiyada respublika miqyosida deputatlar o'tkazgan o'rganishlar natijalari haqida ma'lumot berilib, ijtimoiy dolzarb masalalar yuzasidan partiya pozitsiyasi bildirildi. Qisqagina o'rganishlar natijasida ham bu aniq bo'ldiki, Toshkent shaharining o'zida ham, poytaxtimizning o'zida ham ayrim hududlarda mana shu nuroniylarga yaratilgan sharoitlar. Mana oddiygina mana shu Yunusobod tumanidagi mana Akbarobod mahallasidagi o'sha yetarlicha sharoitlar bo'lmaganligi yoki mana Olmazor tumanidagi Miskin va Shodiyona mahallalaridagi mana shu infratuzilma mavjud, lekin kommunal tizimdagi muammolar sabab mana shu hech qanday nuroniylarimiz bormaydi bu yerga. Qadam ham rajda qilmaydi. Yoki mana Shayxon tumanidagi masalalar ta'mir talab asosiy muammo bu yerda, demak o'sha binoda yoki deylik o'sha tom qismida emas. Mana shu holatlarni o'z holiga tashlab qo'yilganligi. Bu borada ana bir mas'ulning yo'qligi degan masalalarga ham alohida e'tibor beryapmiz. Keksalar uchun infratuzilma bu faqatgina bino yoki bir maydoncha yoki bir 4 ta stulni olib borib qo'yish emas. Albatta bu keksa insonning xavfsiz yurishi kerak avvalo o'sha hududda. Albatta dam olishi uchun sharoit bormi? Muloqot qilish uchun ahvol qanaqa? Jismoniy bir harakatlarni amalga oshirishda sharoit qanday? Tibbiy xizmatlardan foydalanish masalasi ham bu eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Har doim O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi nuroniylarimizni, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni himoya qiluvchi bir partiya sifatida maydonga chiqamiz. Shundan so'ng mutasaddi idoralar vakillari va mustaqil ekspertlar nuroniylarning ijtimoiy himoyasi hamda qulay infratuzilma masalalari to'g'risida taqdimotlar o'tkazdi. Ota-bobolarimiz bor. Ular yoshi o'tgandan keyin, pensiyaga chiqqandan keyin chiqazib yubormaymiz-ku ko'chaga. Yoki qaqqadur topshirib yubormaymiz. Eng hurmatli joyga o'tkazib qadrlaymiz. Bizani ota-bobolarimizni. Shaharda ham, shahar ham xuddi shunaqa tirik organizm. Shaharning ham ota-bobolari bor. Kompleks qurilishlar yaratilishi kerakligini, nafaqat xonadonlar, turar joylar qurilgan holda maktab, bog'cha, poliklinika, maishiy kommunal xizmatlar, hordiq chiqazadigan joylar, ana o'shalarni ham ta'mirlasak, o'shanda hayot bo'lmasam bular yotoqxona hududga aylanish hech gap emas. Agarda biz ko'chalarni kengaytirsak, ko'chalarning sonini ko'paytirsak, transport masalani faqat salbiy tomonga yechilar ekan. Mana sizlarga namuna Aleksandriya, Misr mamlakati shahari. Aleksandriya mana muammo bo'lgan. Mana shu muammoni ko'rib turibmiz. Lekin ular yechim topishibdi. Qaranglar, natijada mana nima olishdi. Lekin shuni men misol keltiryapman. Xuddi Toshkanimizda ham xuddi shunaqa muammolar bor. Odamlar shahar uchun emas, shahar insonlar uchun bo'lish kerak. Yolg'iz keksalar bo'yicha alohida yo'nalish hujjatlari bor. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, afsuski mana shunday xizmatlar, shunday imtiyozlar, dorilarni olish, tibbiyot vositalarini olish yoki bo'lmasam o'sha sanatoriyalarda yilda bir marta dam olish. Yana bor shunday jihati, masalan, keksa yoshdagilarga yilda bir marta shaharlar aro yoki bo'lmasam boshqa bir sayohat boshqalar bo'yicha imtiyozlar beriladi. Lekin hammaga ham yetib bormayotgan holatini ko'rdik biza. Keksa yoshdagi insonlarimizni nima uchun muloqot klublari mavjud emas? Mahallalarda, joylarda muloqot klublari qilib, ularni biz chorlaylik muloqotga.
Sessiyada nuroniy avlod vakillari o'zlarini o'ylantirayotgan bir qancha muammolarni aytib, takliflarni ham bildirdi. Xususan sanatoriylarga navbat mavzusi bo'yicha qizg'in muhokama yuzaga keldi. Sanatoriylar u yerda dam oladigan o'sha bitta insonni ketma-ket dam olishi aslida to'g'ri, har yili dam olish kerak, lekin nega navbat boshqalarga yetib kelmaydi? Shu holatga qanday yechim ko'rsatadi, masalan, ijtimoiy himoya milliy agentligi? Bormi yechim o'zi? Tizimimiz to'liq raqamlashtirilganligiga aminmiz. Bizga ham kelishadi murojaat bilan. O'chirtim kelmayapti. Mana 1 yil bo'ldi. 1 yilda bir marta anaqa sanatoriydan foydalanishim kerak dedi. Lekin sanatoriylarning o'zini sig'imi bu anaqaga yetmayapti. Bu masalamiz bor. O'zimizda ham частный sektorga berish masalasi ko'tarilyapti va investitsiyani ular jalb qilgan holda sig'imini ham ko'tarishi shu narsalar o'ylangan. Sanatoriya masalasida hozir ijtimoiy himoya milliy agentligining vakili ham unga yaxshi javob bera olmadi. Sanatoriylar kam. O'shaning uchun bu katta muammo. Bu muammoni yechishi ham bizga taklif bo'lgan. Hozir ham o'sha taklifni qaytaraman. Kasaba uyushma federatsiyasining tarkibida sanatoriylar jam ko'p. Lekin qimmat ular. Har bitta pensioner profsoyuz a'zosi bo'lgan, o'sha kasaba a'zosi bo'lgan. Pensiyaga chiqib ketdimi, u chiqarib yuboriladi. U borib o'sha kasaba uyushmasidan o'sha 50% ga yoki 40% ga putovkani ololmaydi. Buni yechimi bitta. Shu nuroniylarni profsoyuz o'sha kasaba uyushmasi a'zoligidan chiqarish kerak emas. Yoki bo'lmasa har bitta sohaning o'zining kasaba uyushmasi bor. Lekin nuroniylarniki yo'q. Nuroniyning sohasiga ham bo'lmasa bitta ochib qo'yish kerak. Ana undan keyin nuroniylar o'tdan putovkani olib, yo'llanmani olib, o'sha nuroniylarga berardi. Unaqa narsa yo'q. Xalq demokratik partiyasi vakillari o'rganishlar bilan cheklanib qolmasligini, hududlarda nuroniylarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo'yicha qat'iyat ko'rsatilishini bildirdi. Hududdagi muammoni joyida bartaraf qilinayotgani ham bo'ldi. Hozir bartaraf qilinayotgani ham bor. Endi keyingi oilaga mablag' talab qilinayotgan masalalar ham bo'ldi. Ularni ham kelishib oldik. Ya'ni doimiy biz Navoiy viloyatida partiya guruhimiz bilan deputatlar, faollar bilan kelishib oldikki, buni mahalliy kengashlarga sessiyalarga ko'tarib chiqib, deputatlarimizni deputat so'rovlari yuborib, eng og'ir achinarli holatlar bo'lsa, kerak bo'lsa, jamoatchilikka ochiq e'lon qilishni ham rejalashtirib oldik. Respublika miqyosida ko'rib chiqiladigan takliflar ham o'rtaga tashlandi. Respublikamiz miqyosida bugungi kunda nuroniylar faoliyatini muvofiqlashtiradigan asosiy tizilma bu nuroniylar jamg'armasi. Jizzax viloyatining Sharof Rashid tumanida bugun 25 mingdan ziyod nuroniylar istiqomat qiladi. 48 ta mahallada. Yangiobod tumanimizda 8 ta mahallamiz bor. U yerda 3,5 mingga yaqin nuroniylar istiqomat qiladi. Lekin ikkita tumanimizda ham nuroniylar jamg'armasida ikkitadan shtat faoliyat olib boryapti. Bu degani menimcha o'sha tumanlardagi jamg'armalarda shtatlar masalasini ham qayta bir ko'rib chiqishimiz kerak degan xulosani berishi mumkin. Yoki bo'lmasa, albatta nuroniylar maskanlarini tashkil etishimiz kerak. Bu qilinyapti. Lekin uni tashkil etish bilan birgalikda uni saqlash masalalarini ham alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Joylarda o'rganishlarimizda bitta xulosaga keldik. Bugun tashkil etilayotgan nuroniylar maskanlarini saqlash masalasida, ularning kommunal to'lovlar masalasida aniq mexanizmlar menimcha yo'lga qo'yilmagan. Ayrim joylarda mana shunda anchagina muammolar ko'zga tashlanyapti. Shuning uchun mana shu sohani mutasaddilardan keyingichalik mana shu sohaga alohida e'tibor qaratishni ham so'rab qolardik. Yolg'iz keksalarimiz, to'g'risini aytish kerak, hozirgi kunda faqat bayramlarda eslanadigan insonlar qatoriga kirib qolgan. Chunki yolg'iz keksalarimizni sog'lom turmush tarzi bor, har kunlik parvarishi bor. Yolg'iz keksalarimizga doimiy yordam ko'rsatish bo'yicha qandaydir mexanizmlar ko'zda tutilganmi? Nuroniylar jamg'armasi tizimli ravishda bulardan alohida ro'yxatlari bor, alohida xabardorlik bo'lib turibdi. Faqatgina bitta nimasi bor, ayrim hollarda yolg'iz borda, borsangiz, men yolg'izman. Xo'p, siz yolg'iz bo'lsangiz, siz reyestrdamisiz? Avvalo reyestrga kirgan bo'lish kerak. Uni maqomi bo'lish kerak. Yolg'iz yashaydigan yoki yolg'iz degan nimadan o'tishi qoidalari bor. Biz lekin tavsiya beramizki, mana shunaqangi qiling, o'shanda sizga sanatoriya yoki boshqa imtiyozlar imkoniyati bo'ladi degan maslahatni beramiz va o'sha joydagi xizmat nimasi bilan, agentligi bilan bu narsalarni davom etkizdiramiz. Oliy Majlis a'zolariga bir meni juda ham qattiq iltimosim bor. Seriallarda ko'ryapman. Bilasizmi, nima deb chiqishyapti?
kelin kuyov o'zi bilan maslahatlashib otasini yo onasini qariyalar uyiga olib borish kerak degan mazmunni juda ko'p gapiryapti. U qariyalar uyi borligini viloyat chekkasidagi odamlar qatdan biladi? Nima uchun biza shuni pul topish maqsadida, tijorat qilish maqsadida bolalarimizni, farzandlarimizga qanaqangidir bir mana shu televideniya orqali noxush narsalarni o'rgatishga yo'l qo'yib berishimiz kerak. Bu nuroniylarni men o'ylardimki vazifamiz. Shu narsalarni to'xtatishimiz kerak. Munozara maydonida muhokama va takliflardan kelib chiqib, dastlabki vazifalar belgilandi. Vazirlik idoralarida tashkil etilgan faxriylar kengashlariga e'tibor qaratish, jamiyatimizda nuroniylar bilan muloqotni kengaytirish ehtiyoji katta ekani qayd etildi. Mahallalar tizimida keksa avlod vakillarining himoyasini kafolatlash bo'yicha yangi yechimlar ilgari surildi. Ijtimoiy himoya agentligi bilan yaqindan hamkorlikda olib boradigan partiya hisoblanamiz va bu masalani men yozib oldim va harakat qilamizki, bu masala bo'yicha qanaqa yangi yechimlar, hozir bu kishi boshida aytib o'tdilar, yo'q, faqat davlat sanatoriyasi bilan emas, tadbirkorlar bilan hamkorlikda yangi sanatoriyalar tashkil qilib unga yuborish masalasi. Shuning uchun ham bu masala bo'yicha istiqbolli qachon bo'ladi bu? Nuroniylarimiz qachondan boshlab mana shuni haqiqatdagi norma asosida 3 yilda bir marta dam oladigan tizim qachon paydo bo'ladi? Buni qachon amalga oshiramiz? degan masalani fraksiya darajasida olib chiqish masalamiz bor va buni masalani tegishli davlat hokimiyati organlariga qo'yish masalamizni men reja qilib oldim. Mamlakatimizdagi 142 ta vazirlik, idora, tashkilotlarda tashkil etilgan faxriylar kengashi bor. Shulardan faoliyat yuritayotganlari endi 40 ta 50 tasi faoliyat yuritmaydi. Vazirlik, idora, tashkilotlar tashkiliy, huquqiy shaklidan qat'iy nazar faxriylar kengashi faoliyatini nuroniy jamg'armasi muvofiqlashtirib turadi degan. Ya'ni biz birgalikda, hamkorlikda ishlashimiz kerak. Nuroniylarimizga bo'layotgan e'tiborni yanada kuchaytirishda hamkorlikni birgalikda olib borsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Mahalla 7 ligi bor mahallada. Ularda 20% KPI balini mahalla raislarimiz beradi-da. Bu o'sha qilgan muammolarni bartaraf etib o'zini nimalari bor, mezonlari bor. Biz endi shunga qaratmoqchimizki, o'sha bitta hozir fikr tug'ildi, hozir rahbariyatga ham nima beramiz, taklif beramiz. O'sha 20% KPI berishda aynan o'sha faxriylarni, mana nuroniylarimizni muammolarini hal qilinish darajasini ham qo'shamiz. Sessiya yakunida Xalq demokratik partiyasi faollari nuroniylarning manfaatlari himoya qilinishini, davlat organlari va jamoat institutlari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish zarurligini ta'kidlashdi.